اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetlik mümin Müslüman qarindaşlar. Növbetde Müslümanların beşiğe kilovatkan bu külfetlerini hemmimiz körüp turvatımız. Hem de o beşimize kilovatkan bu külfetler biz ümmette bir kisel boğallıktan ve bu kisel Kur'an hadisinin royu boyunca biz yaşımğallıktan kep çıkan bu kisel boğallıktan mana biz muşu küllerge kaldık. Ben bugün bu dersim arkalık şu kiselden en ağır kisel onu kisel mana muş kiselni bayan qilib o'taman va bu kasalni qandoq davolab Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'lg'idak bizmi bu dunyoda aziz yashag'dak holatga qandoq kelimiz mana bu haqda so'zlayman. Men Qur'on hadislarni va tarixiy kitoblarni o'qidim. Men muşu bir aciz millet qandaq qilganda bir kuchlik millet bo'lalaydi. Bir biqindi millet qandaq qilganda boshlamchi milletga o'zgaralaydi. Qandaq qilgan chaqda bu ustidagi zulmatni eptashlay oladi. Üstüdeki besimni qayırıp çörüp itelaydi. Mana bu haqda to'xtalaman. Men bu dersimde fakat bir vazi xarakterlik so'zlamayman. Men bu dersimde sanspir orqali xalqaroliq statistika organlarining statistikasiga tayanib turib bizning bu Müslüman ümmetinin, yaşlarının hazırki ahvalini bayan qilib beraman. Men hamda bu dersimni so'zlash jarayonida mushu 50 yil, 60 yil jarayonida biz bilan zamandaş bo'lgan bir necha millatni misolga ilib o'zimizning ahvolini selishtirib o'taman. Yani 30 yıl, 40 yıl ilgiri bir aciz devlet, bir kambag'al devlet qandaq qilib kuchli devletga, dunyoda itibarga ilingan devletlarga aylandi. To'g'ri.
biz davatgan islomiy davlatlar bilan musulmon emas davlatlarning o'ttirisida negizlik farqlar bor. Lekin umumiy qoida prinsip, ya'ni ojizlikdan kuchlikka o'tish, beqindichilikdan qo'mondonlikqa o'tish degan bu bosqichga o'tishda mos keladigan ommaviy qoidalar bor. Bu mayli musulmon davlat bo'lsin yoki kofir davlat bo'lsin, hammasiga mos keladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda bir qonuniyatni qildi. Kimki shu qonuniyatni o'ziga tatbiqlaydi ekan, uning mevasini ola oladi. Shuning uchun men mush dars so'zlash jarayonida musulmon emas davlatlarni misol qilib o'taman. Masalan, Yapon, Janubiy Koreya, Germaniya qatorliq bir necha davlatlarni o'zimizningki holiga solishtirman. To'g'ri, bizning davlatimiz bo'lmasimi, shu bir ojiz millat qanday qilib bugungi kuniga o'taladi? Buning zodi tubki asosi nima? Qur'oni Karim musulmon ummatini qurib chiqishda qanday lohiyani o'ttirib qo'ygan? Mana buni so'zlayman. Biz islom tarixini o'qisak, Qur'oni Karimni varaqlasak, tunji bo'lib Alloh subhanahu va taolaning bizni o'qishga buyurganligini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Alloh subhanahu va taolo tunji bo'lib bizga o'qinglar dedi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bilimga aloqador 3 so'zni tilga oldi. O'qishga aloqador 2 so'zni tilga oldi va ilm bilimninki asosi bo'lgan qalamni tilga oldi. Biz Qur'oni Karimni 6236 oyat desak, Alloh subhanahu va taolo nima deb bu Iqra oyatini tunjulib bizga nozil qilishni tanlab qoldi? Nima deb boshqa oyatlardan boshlamadi? Demak, islom ummatini qurib chiqish uchun cho'qim o'qishning zo'rligini bizga bildirmoqchi. Buning vaznini bilsak bo'ldi, bu oyatninki tunji bo'lib tushdiki, nishon, maqsad, g'oya va shu oyatning vaznisini, qimmatini bilsak bo'ldi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizga bu oyatni nozil qildi. Ya'ni tunji bo'lib, men Tavrat, Injilni o'qidim qarindoshlar. Tavratni o'qidim, Injilni o'qidim, Xitoylarning nomlarini ko'rdim. Hech qanday bir diniy kitobda o'qu degan so'z bilan boshlanmagan. Masalan, Tavratni olsak, Tavratning 1-bobi yorilish bobi deydi. Isa alayhisalomning dunyoning yorilishi bilan dunyoning tunji yorilish bosqichini so'zlaydi. Injil mi shundoq, Tavrat mi shundoq qarindoshlar. Ya'ni Injil Isa alayhisalom bilan boshlasa, Tavrat dunyoning qanday yoritilganligi bilan boshlaydi. Va barliq kitoblar ya Allohni madhilash bilan, ya bo'lmasa shu dunyoning yorilishi bilan mushuni bilan kitoblarni boshlaydi. Ammo Qur'oni Karimchi. Qur'oni Karim tunji bo'lib o'qu degan oyat bilan boshladi. Uning keyindan nun val qalami va ma yasturun. Alloh qalam bilan qasam qildi. Mana biz mushu o'qu degan oyatning ummati bo'lgan bir ummat navbatda bilim sohasida eng oyoq vazirda qoldik, eng oxirisida qoldik. Men kimsizlarga deb birman. Bir musulmonning navbatda kunda qanchalik o'qiydi, kitob o'qiydiganlik bilan biz dinsiz, voy do'zax kirdi, voy kofir, halala, shalala degan odamlarning qanchalik o'qiyotganligiga qaraylik qarindoshlar. Ular kofir bo'lsa-mu,
bu Qur'onning ta'limotini o'ziga o'zlashtiribdikan, ular qanday yashapti? Biz voy biz degan Qur'oni Karim anda kitob, manda kitob deb og'zimizda har gaplarni qilib, amillashtirmasak nada qilibdimiz? Men buni statistik bilan sizga bayon qilib beraman qarindoshlar. Ey, bizga mushundaq o'qu deb oyat nozil bo'lgan ummat biz o'zimizdan xijil bo'lmaymizmi? Rabbimiz Taologa qaysi so'zimiz bilan qaraymiz? Rasulullohning yuziga qaysi bir chiroyimiz bilan qaraymiz qarindoshlar? Mana bugun biz mana bu ilm ustida to'xtalamiz. Endi biz o'ylab baqaylik. Bizningki dinimizda eng muhim prinsipal masalalar qaysilar desak, har qanday bir mu'min musulmon aqida deydi. Yoki jihad deydi. Yoki axloq deydi. Yoki ibodat deydi. Endi biz bilamiz, ilm mush biz eng muhim degan masalaning oldi turdi. Biz aqida muhim dedikmi? Aqida masalasi kelsak, Alloh subhanahu va taolo aqidaning oshquchi bo'lgan kalimati tavhid, ya'ni tavhid kalimasini shu ilm ustiga qo'yishni buyurdi. Alloh subhanahu va taolo nima dedi qarindoshlar? Fa'lam annahu la ilaha illalloh deydi. Ey insoniyat, ey insonlar, ey mu'min musulmonlar, sizlar ibodat qilishga arziydigan Allohdan boshqa hech qanday bir ma'bud mavjud emas degan bu haqiqatni ilm asosida tunib yetinglar deydi. Yani biz la ilahe illallah'ni çokum ilmi asasda tunib yetinglar, ilim bilimning orqali tunib yetinglar deydi. Mush oyatga ko'ra aqidashunos olimlar mushu do'ramchilik bilan musulmon bo'lgan odamning iymoni maqbulmi, maqbul emasmi deb datalash qilgan qarindoshlar. Ya'ni agashmichilik bilan mening dadam musulmon ekan-da, onam musulmon ekan-da, qarsak musulmonlar mashta yaxshi haqlar ekan deb bir ilmiy asosda emas, agashmichilik yoki an'anaviy musulmon bo'lsa, buningki tavhidiy aqidasi qabul bo'lamdi, bo'lmamdi, mana bu haqda o'limalarimiz ixtilof qilgan. Axloq masalasida ilm bo'lmasa, siz qaysining go'zal axloq, qaysining go'zal axloq emasligini bilmaysiz qarindoshim. Hattoki ilmsizlikdan eng qabiy axloqsizlik axloq, eng go'zal axloq bo'lsa, bir xil qaloqliq, orqada qilish deb kishilar tarafidan mushunda tushuntiriladi. Hatta cihatmı ilim üstüge kurulmaydı ekan, bunun akıbeti yaman buluvatıdı qarindoshlar. Biz havariclarning tarixini o'qiydigan bo'lsak, bu biz degan temini aniq ko'ra olamiz. Hey, biz Uyg'urlar tarixida o'tgan Abduqodir Damollamni bir muazzin o'ltadi. Şu muazzin nima uchun o'ltadi desa, men mush Abduqodir Damollamni o'ltirish orqali Allohga yaqinlashman. Mushning o'zi bir ibodat deb turib, shu ishni qilib jannat kirma degan maqsad bilan o'ltadi qarindoshlar. Mana bu nadonlik. Ali radhiyallohu anhu o'ltirgan kafir la'nati nima deb o'ltadi? Bu Ali radhiyallohu anhu islomga qarshi ish qildi, iymondan yondi. Men şu Ali'ni o'ltirish orqali Allohga bo'lgan ixlosimni ifodalayman. Men mushu orqali jannat kiraman deb Ali radhiyallohu anhu o'ltadi. Demak, biz islomda eng muhim degan har qanday bir tema bo'lsa, uning oldida muhimdan muhimrog'i nima bo'ladi? Ilm bo'ladi qarindoshlar. Bu temani tushunishimiz kerak. Endi bu Alloh subhanahu va taolo bizga tunji bo'lib o'qu degan oyatni nozil qildi dedik. Va bu 5 oyatni biz o'qib o'tdik. Endi mushning bilan to'xtab qoldimi bu Allohning ilm to'g'riliq bizga bergan ma'lumoti desak to'xtab qolmadi. Men mush Qur'oni Karimdagi ilm to'g'riliq so'zni statistikani sanab chiqdim.
Fakat ilim ve şu ilim degan so'zning turlari, yiltizi Qur'oni Karimda taxminan 700 qatimdan jihat takrorlangan qarindoshlar. Yani aniq qilib aytsak 779 qatim takrorlangan. Biz Qur'oni Karimni 114 sura desak, o'ttir hisob bilan taxminan har bir surada ilm degan so'z 7 qatim takrorlangan. Qur'oni Karimda eng ko'p takrorlangan so'z Alloh degan so'z. Uningdan ko'p qolsalar ilm degan so'z Qur'oni Karimda eng ko'p takrorlangan. Bu bizga nimani tushuntirdi qarindoshlar? Hey, biz mush Qur'onningki ummatlar emasmi? Hey, biz mush Qur'onga iymon keltirmadikmi? Ey Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirish uchun Allah subhanahu wa ta'alaning 99 güzel isim sıfatlarına iman keltirishimiz kerak. Şu 99 güzel isim sıfatının içinde el-alim, hemmini bilgüçi, bilişinin çiki yok ve bilgenlerini, bilim ehlini yaxshi ko'rguvchi Allah degan mush sıfatı var. Her kandak adam özünü Müslüman çağlaydıken, mening tevhidim sağlam tevhid bo'ldi dediken, Allah'ın 99 isim süptini bilish kerak ve şuna iman keltirish kerak. Endi iman degan nima degan gap? Iman degan ig'iz, til bilan deyish, dil bilan tasdiq qilish, amaliy ish harakat bilan ifodalash. Xo'sh, biz Allohni hammani bilguchi deb o 99 ism süptining bir süptiga iman keltirdik. Og'zimiz bilan dedik, qalbimizdan zot Alloh hammani biladi. Alloh hech qanday bir narsa maxfiy qolmaydi. Allohning ilm bilimining cheki yo'q dedik. Amaliy ish harakatimizni qanday ifodalashimiz kerak? Şu ilim bilimi yolda menishimiz, jafo chekishimiz ve şu ilim yolda jafo chekkanlarga hamdamda bo'lishimiz bir aqlli talab. Ama bizning şu ilimga bo'lgan ixlosimiz, ilim yo'ldagi japarimiz şu Allohninki ilim degan sifatiga bo'lgan imanimizni ifodalab turdi. Şu yo'lda qancha jafo tasaq, şu so'zga bo'lgan imonimiz shuncha kuchli. Sizning ilim yo'ldagi kuchingiz oz bo'ldi ekan, tirishchiliginiz oz bo'ldi ekan, şu sifatiga bo'lgan imoningiz ojiz deymiz qarindoshlar. Biz mana mushundaq ummat edik qarindoshlar. Mushundaq bir Allah subhanahu wa ta'alaning uqu degan oyat nazil bo'lgan, bir uqu degan oyat bilan o'zimizni qurib chiqadigan bir ummat edik. Lekin hozir qolimizcha. Endi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bu mazmunni ta'kidlab nim dedi? Men salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati va tamasma. Kimki ilim talab qilib yo'lga chiqsa deydi, Allah onunga cennet kirish yo'lini shundoq osonlashtirib turdi deydi. Yani siz cennetga oson kiray deydikansiz, sizning birdan bir yo'lingiz ilim deganlik bo'ldi qarindoshlar. Biz qachonliki mush ilim deb uydan chiqsak, şu jarayonda o'lib ketsak, Allah subhanahu wa ta'alaning izni bilan cho'qim jannatga kiramiz. Şu ilim talab qilish jarayonida xarjlagan pullarimiz, uxlamay bidar o'tgan kechalarimiz, şu yolda yazgan xatlarimiz, tutgan qalamlarimiz hammasi Allah yolida bo'ladi qarindoshlar. Hatta İmam Malik rahmetullah aleyh kıyamet günüste şehitlarının qini ulamalarının kaleminin siyasi bilan jinlandı degan qarindoshlar. Bir tarazida qo'yildi degan. O'ylab baqayli. Mushundaq bir ummat bizning holimiz mush ilm sohasida hozir biz nada? Hammamiz bilamiz o'zimizning nada ekanligini. Biz hayotimizni ilimga qanchalik ataya oldik? Iqtisodimizni ilimga qanchalik ataya oldik? Bu hammamizga ayon qarindoshlar. Endi biz Qur'oni Karimni shundaqlam ochadigan bo'lsak, Sura Baqar surasi bilan boshlanadi. Qur'oni Karimdagi tunji vaqalik bo'lsa Adam alayhissalomninki vaqaligi. İnni ja'ilun fil ardi khalifa.
Yani men ziminda bir vakolatchilarni yaratmoqchi dedi Alloh subhanahu va taolo. U vakolatchi kimdi? Odam edi. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarining ichida tunji yaratgan mahluq qalam qarindoshlar. İnsanlar içinde tunji yaratgan insan Adem aleyhisselam. Şu Adem aleyhisselamga nim dedi Allah subhanahu wa ta'ala? Ve allemel Adem'e esma'e kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala nim dedi? Ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ja'ilun fil ardi khalife. İnni ja'ilun fil ardi khalifeten qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام her şeyinin isimlerini öğretti dedi. İndi Abbas radıyallahu anhu muş ayetini tefsir kılıp mavu tağ, mavu asman, muş tabiattaki hemme nesini öğretti dedi. Bunu ferişteler bilmeydi. Adem aleyhisselam'a öğretti. Çünkü ferişteler bunun ihtiyacı yoktu. İnsanların bu tabiattaki bütün şeylerini bölüşke ihtiyacı batı kardeşler. Ananlayken Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerini insanga secde kıl dedi. Feriştelerini nimi üçün insanga secde kıl dedi. Bu Adem aleyhisselamның Allah'a ibadet kılıp feriştelerden eşip ketkenlikten emez. Taat ibadette Adem aleyhisselam feriştelerden herkes mi aşanmadı? Allah'ını zikir kılışta feriştelerden herkes mi aşanmadı? Birden bir tüp sebep Adem aleyhisselamның bilimi artıq oldu. Bilim igisi oldu. Şunun için şeytan bilen feriştelerni Adem aleyhisselam'a hürmet salım kılınlar dedi. Maş bu vakalik Kur'an-ı Kerim'de tuncu olup en deslepte otturu koyulgan vakalik. Biz bu Kur'an'ı nime için okuyumuz? Bu Kur'an'ı okup katlap koyduğun, ya ki ülüklerge, kabristallıkka okuş için nazılgan Kur'an emez. Bu Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam'ın kısmını Kur'an-ı Kerim'nin beşide tuncu bulup nime için bayan kıpırdı degen çağda, bu ilim biliminin ne kadar İslam ümmetini kurup çıkışta muhim bir asasi mesele ikenligini bizge bildirip koyuş için kırındaşlar. Biz dünyaya qaraydigan bolsak, bilim egilleri dünyani soraydı. Bilim egillerinin gipi gep buludu. Ama Kur'an ümmeti bolsan mı? Sen peygamberlerinin en kattısı boğan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bolsan mı? Ama bilimsiz bolsan, bilimin küngül bilmesen, sen muşunda hazırki ahvalı kalımız karındaşlar. Şunun için, mana bu Adem aleyhisselam'nınki vakaligini okugan, Kur'an-ı Kerim'de okugan ümmet bunu tetbiqlayanmaptı. Yer şarida Allah'ın vakaletçiri bulanmadı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala dedi, inni ja'ilun fil ardı halife dedi. Men ziminde vakaletçilerini kılıman. Minin vakaletçilerimni kılıman dedi. Acayip bir şerefni ata kılmakçı oldu bu insanga. Ziminde acayip çoğun bir hürmet kılmakçı oldu bu insanı. Neyim bilen? İlim bilen. Hem de biz bu ilimden yüz örüydikenmiz, ilimni taşlaydikenmiz, mana bu bizdeki vakaletçilik degen Allah bergen şeref bizde bulmaydı. Çünkü Allah'ın ziminde vakaletçileri buluş için özünüzde ilim buluş gerek. Degen buldu bu ayetinin mezmunu kardeşler. Biz nöbetteki ahvalimizden kutulaylı deydikenmiz. Tuncu bulup, çoğun kiçik, qeri yaş, kız oğul ilimi tutuş kılışımız gerek. Ben şunun için bana bu dersini bugün sizlavatıman. Bu Uygur Müslümanlarının ve dünya Müslümanlarının muşundak bir günde yaşavatkandan nime için bu dersini sözlep kaldı sana? Ben deymen ki, mana bu bizning ve bütün dünya Müslümanlarının birden bir çıkış yolu. Bunundan başka bizge çıkış yol yok. Mana bu tuncu bulup bizden kıldığan işimiz kardeşler. Duduk, ahlak,
ilmiga muhtoj, jihad ilmiga muhtoj. İslam dininin bütün hamma gövdesi ilim üstüge kurulgan dedik. Hem de biz ikkinchi temada mush Qur'oni Karimda ilim desa, qaysi ilimni o'ttirib qo'ygan? Bu faqat diniy, shar'iy bilimdan iboratmi? Yoki insoniyatga foydali yer sharini gullantirishga foydali, shuningga shu yer sharini gullanish uchun ehtiyojli bo'lgan, musulmonlar mush dunyoda aziz yashash uchun ehtiyojli bo'lgan hamma bilim maqsad qilinganmi? Mana buni so'zlaymiz. Diqqatlar ekranda bo'lsin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.